Siz shu kampir bilan birga keldingizmi? Onangizmi? Onalari ekan. Siz o'zingiz necha yoshga chiqdingiz? Keling onajon. Siz 63 payg'ambar yoshiga yetibsiz. Siz necha yoshga yetdingiz? Menmi? Yo'q, men 88. 88. 88 ga chiqdingizmi? Ketyapti u. 90 ga ketyapsiz o'sha. Cholingiz bormi? Ana. Degani tinchitganman deya. Alo, assalomu alaykum. Yaxshi, voy joy. Sizni tanidim men. Siz Zumrat va qimmat degan multfilmda sandiq tarqatgansiz. Achkingizni taqing, achkingizni. Taqing achkingizni. Ana xalqqa qarang, ishonmasanglar, o'giriling. Ana shu xotin. Onajonim sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xola shoshmay turing. Aralashmay turgin endi, onang tashab ketaver. Ha? Qizim kattasi. Kattasi shumi? Kichkinasi qandoq? O'pib qo'yapti ona bolasini. Endi tanishdinglar shekilli konseptda. Onajonim, nechta bola tuqqansiz? Nechta? Nechta bola tuqqansiz? 7 ekan. 7 ekan. Onaning o'zini esida yo'q nechta tuqqani. Chol yo'q. Nechta bolasi bor esida yo'q. Meni tanisizmi? Men Faxriddin Umarovman. Faxriddin Umarov. Yurmayman-da, tonimayman. Tanimaysizmi? Hamma bo'lganman. Bu yerda hamma vaqt bo'lgansiz. Kimni konsertiga kelgansiz? Shura konsertlarga kelganman. O'rtaga chiqib konsert qo'ymagandirsiz, o'tirgansiz-ku, kimni konsertiga kelgansiz? Ha. Qahqahanikiga kelgan ekan. Qahisiga kelmay ha deyapti. Rahmat onajon. Shu onamga qarshi chalganlarni qo'li tasbih sanasin, pul sanasin. 88 ga chiqib konsertda o'tiribdi. Ayollarning joni sog' bo'lsin.